Assalamualaikum dostlar, Simon Boğa men Muxtar. Bugungi videoda biz Bugungi videoda biz Steel Print Rot o'ynaymiz. Dostlar, mana kommentariyamga yozib ketingizlar. Naning ne foydasi bor? 1 soat 41 minutda buning bilan ne foydasi bor? So'v qiziq. Sizlar meni Robloxda bot deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q, mening badam pul. Alessia'ning bitimi bor. Klaviatura bor. Bo'lsin dostlar. O'tinish haydaysiz. Maqta bir akkauntlaringiz bormi? Bu shu darajali. Bundan qaranglar. 3 million tenge beradi. Ey, bom. Mana ko'rib turasizlar, 3 million tenge beradi. Mana 3 million tenge berib turibdi. Mana maqta bir akkaunt kerak bo'lib turadi. Kimda bor? Beringizlar, 3 etajdasi buqul o'zim jeki privatniy serverida bor. Men botchiklarim orasida bor, bilaman. Botchiklar oltin o'yin. Maqta qo'yasangiz. Kimda shunday maqta qilib bor, so'ng nani pодарок etem. O'ynayapman do'stlar. Mening aytmas Roblox'da Telegram akkauntim bor. Men Minecraft'da tastayman deb qo'yamchi do'stlar. Или taslayman, kommentariyga yozib ketingizlar. Негізі Roblox yaxshi deytinglar. Kommentariyga yozinglar. Roblox server. Al Minecraft deytinglar. Minecraft deyinglar. Nukta Pro keyin chat. Maqtagan kimda bor, o'tinish beradilar. Men da privatniy servermen. Men privatniy serverimizda bir do'stniki. Son erkin kirib yashayman. Kimda maqtagan bor deymiz. Biroq sistema birinchi eng maqta bo'ldi. Men bas shu yerda bo'lsa, ishni bilan maqtamoqlar. Endi privatniy server bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Жаңа ивентке chiqdim. 36 soatdan 36 minutdan 30 minutdan ivent bo'ldi. Tako ivent. Nega tushunmaydim. Do'stlar, o'tinish sizlarga. Mana da kimda bor? Bo'lsin, qo'yinglar kimda bor? Mana beringizlar. Kerak bo'ladi. Do'stlar. Tapaydi. Biz ko'rqating. Mana o'zim qo'rqib jar, birovlar bir kerak. Altın bu. Altın bu. Do'stlar, alnatga Wi-Fi qo'yinglar. Aytmasam men Telegram akkauntim, meniki Telegram qaravangizlar. Hech narsa yo'q. Men Telegram kanalga kirib ketingizlar. Siz demaysiz. Закройте комментарии, silteme deyim. Oradan tapayatsangiz, unda kommentariyada qo'sh sağ bo'lingizda akkauntim bor. Qo'sh sağ bo'lingizlar.